Bu biznes o'ta mazasini qochiradigan narsada. Real masalan men 3 yil ichida 300 milliongacha kuygan kunlarim ham bo'lgan. Aka, assalomu alaykum. Mana ismim Shahzod, siz ismingiz? Shohjahon aka. Shohjahon aka, qayerdansiz va nima soha bilan shug'ullanasiz? Xovosdanman. Shoh milk mahsulotlari ishlab chiqarishda ishlayman. O'zimiz ishlab chiqarilamiz. Ha, Sirdaryoda demak. Aliz. Zo'r. Kayfiyatlar qalay? Allohga Xovosdan shukr. ekansiz, a? Aka, Xovosdan. qanchadan beri shug'ullanasiz bu soha bo'yicha? 17 yildan beri 17 ota kasb bu yoq. Otamga qarashib yordamchiman. Shohjahon aka, Harakatdamiz. keling, real gaplashaylik. Xo'p. Nima deb o'ylaysiz? Pul baxt olib keladimi yoki baxt pulni olib keladimi? Hammaga qiziq bo'lsa to'g'risini aytaman. Pul olib keladigan joylari halollikda bo'lsa agar, kam bo'lsa ham halol bo'lib tursa, baxt olib keladi. Yomon yo'lda ishlatsa, baxt olib kelmaydi. Bu o'zimning fikrim, subyektiv fikrlarim. Mana shu pulni deb orzulardan kechgan paytingiz bo'lganmi? Bo'lgan. Qanaqa bo'lgan Keksa. aka? Ota-onani xizmati uchun har narsa uchun tayyor bo'lib, issiq, sovuq demasam, qiyinchiliklarda turganmiz bo'lgan. Hozir ota-ona deyapsiz. Bugungi kunda ota-onangiz sizdan rozi bo'lish uchun nimalarga harakat qilyapsiz? Nimalar rejalar qilyapsiz? Bu sir bo'lib qo'yaversin. Natijada Xudo xolasa 5 yil, 10 yildan keyin natijasini ko'radi. Xudo xolasa. Xuliganlik qilganimdan afsuslanaman, ko'p duolarni olishga harakat qilaman. Ko'p kuydirganmiz. Aka, bu mashina menimcha arzon emas. Shunday Narxi nechi pul? 400 millionga boradi. 400 million. O'zbekistonda ishlab mana shu mashina olsa bo'ladimi yo'qmi? Ko'plar Bo'ladi. O'zbekistonda pul topish qiyin deb chetga chiqib qolganlar bo'lyapti. Qanaqa fikrdasiz? Unga javob bera olmayman. Nima desangiz, hammani o'zining fikrlari bo'ladi. Harakat qilsa, omad erkak kishiga beraveradi. O'qiganmisiz? Yevropada Diplom shartmi, shart emasmi? diplom faqat shartli taraflar do'st topasiz. 4 yil o'qishingiz kerak, chiroyli qilib, shart. Kitob o'qib turasizmi yo'qmi? Yo'q, kitob o'qimayman. Umuman o'qimaysiz. To'g'risini aytaman, o'qimayman. Umuman. O'qimaganman. To'g'risini aytaman, kitob o'qimaganman. Kitobni ko'chadan olganmiz. Ko'chadan dars olib, akalardan, ustozlardan olganmiz. O'rgatasizmi sohangizni? Soha o'rgatiladi. Mana 5 ta oling, a. Do'stlar, agar biz nomimizdan Shoh akam oldiga borib, men ham shu sohaga qiziqishim bor, o'rganaman desanglar, bo'ldi, akam o'rgatadi. Yana eng qizig'i shogird yoki ishchi emas, aka yoki uka deb qabul qilaman dedilar. Aka, gap yo'q. Qimmatli vaqtingizni olganim uchun rahmat, sog' bo'ling.